Xullas, shu paytgacha uylanmaganimning birinchi sababi meni didim juda nozik. Ikkinchi sababi esa qizlarning ham didi juda nozik ekan. Qizlarning didi nozik emas, qizlarda fokus bor ekan. Turishingni qara, ammamni buzog'iga o'xshaysan. Ammamni buzog'i esa senga o'xshaydi. Apteka yopiq ekan, menga dori berib o'lib qolaman. Senga sitramon berdim, lekin ichmading-ku. Esingiz joydami? Mana ichim ketyapti. Qanday sitramon u bosh og'rig'iga-ku? Bizni tez yordamda hamma kasallikka shu sitramon beriladi, tushundingmi? Dumbledor bobo, menda yangilik bor. Alo, jonim, o'zim qo'raman. Gari nima deyapsan? Yangilik bor deysanmi? Qanaqa yangilik? Gapir. Chakish bilan aroq ichishni tashladim. Bu yangilik-ku, bu bayram-ku, zo'r bo'pti tashaganing. Bugun yuvarkanmiz-da, ichamizmi endi kechga, nima deysan? Jinnursen. Hojatxonaga kirganimda G'ayrat bilan Ron tutatib chakka o'tirishibdi. Uyatsizlar. Universitet qoidalariga rioya qilmayapti bu ikkita kuchuklar. Bularga qanaqa qoida qo'yish kerak o'zi? Yo ota-onasini chaqirtirish kerakmi, ha? Yo menimcha adashyapsiz. U isiriq bo'lgan-a, Potter? Qanaqa isiriq? Kasalmiding, G'ayrat? Hada kechqurun muzdek aroq ichgandik, keyin tomomi og'ridi, keyin isiriq tutatdik. Sehrli kitob ekan. Xo'p, menga yordam berishingni xohlayman. Gapir, zararli odatni qanday tashlasam bo'ladi? Qisqagina javob ber, iltimos. Faqat qisqa va lo'nda bo'lsan. Xo'p, bo'ladi. Juda yaxshi. Xo'sh, javobingni kutyapman. 9 minutlik golis? Yo'q, qale. Hoy, G'ayrat, to'xta. Germionaga maslahating kerak. U juda yolg'iz. Do'stlarim, nega meni dugonam yo'q? Bitta narsani tushun. Har bitta qizni bitta xunuk dugonasi bo'ladi. Sening dugonang yo'qmi? Demak, sen kimningdir xunuk dugonasisan.